12 bob. Minglagan kishilar qisqa-qisqanchilikdan bir-birini dasavatgudak bo'lishib ketgan edi. Hazrati Ayso shogirdlariga qarab, "Sizlar farisiylarning eshitqusidan, ya'ni soxtapazligidan hoşyar bo'linglar. Çavusi chitqi yeyilmaydigan hech qanday yoshirin ish, oshkorlanmaydigan hech qanday maxfiyatlik yo'qdir. Demak, sening maxfiy qilgan so'zlaringlar ochiq oshkora anglandi. Uyning ichida xufiyoni pichirlashgan gaplaringlarmi 4 tomdan o'tib, xalqi olamga pur ketidi", dedi. Hazreti Ayso yana mundoq dedi: "Do'stlar, jininglarni teninglardan judo qilishdan boshqa ziyonkashlik qo'ldan kelmaydiganlardan qo'rqmanglar. Kimdan qo'rqish kerakligini ko'rsatib qo'yay. Jininglarni olgandan keyin do'zaxga tashlashga huquqli bo'lgan Xudodan qo'rqinglar. Qo'rqishga tegishligi ana shu. 5 qushqochni 2 tangiga setib olg'ili bo'lsa-mu, lekin ularning birini-mu Xudo unutib qolgani yo'q. Hatto sizlarning har bir tal chechinglarning-mu hisobi bor. Shundoq ekan, qo'rqmanglar. Chunki sizlar Xudo uchun nurg'ulg'an qushqochdanmi qimmatlikda. Ko'ngil qo'yib anglanglar", dedi Hazrati Ayso gapini davomlashtirib. "Hozir ko'pchilik oldida meni e'tirof qilganlarni, keyin inson o'g'limi Xudoning farishlari oldida e'tirof qiladi. Biroq ko'pchilik oldida meni rad qilganlar Xudoning farishlari oldidami rad qilindi. Inson o'g'liga qarshi so'z qilganlar kechirimga erishalaydi. Biroq muqaddas ruhga kufrlik qilganlar kechirimga erishalmaydi. Kishilar sizlarni bu odam Hazrati Aysoga agashgan deb ibodatxonaga yoki hukmdorlarning oldiga elib berib so'roq tatqanda, o'zimni qandoq aqilsam bo'la yoki nima desam bo'la deb andish qilmanglar. Chunki nima deyishinglarni muqaddas ruh shu vaqtda sizlarga o'rgatadi." Ko'pchilik ichidan bir kishi Hazrati Aysoga: "Ustoz, akamga otimizning qolgan mirosdan menga tegishligini berishni buyursangiz", dedi. "Birodar, kim menga sizlarning oranglarda qozilik qilish yoki mirosingni ayirib berish huquqini beribdi?" dedi Hazrati Ayso uningga. Keyin u ko'pchilikka: "Har xil ochko'zlikdan pahas bo'linglar va saqlaninglar. Chunki kishi har qancha boy bo'lib ketsa-mu, uning hayoti mol-mulkining ko'pligiga bog'liq emas", dedi. Hamda ularga mundoq bir tamsilni so'zlab berdi. Bir boyning yeri mol hosil beribdi. U ko'nglida bunchavala hosilni qo'ydigan yerim yo'q. Qanday qilishim kerak? To'g'ri, hozirgi omborlarimni buzib, kengaytib qurib, oshliq va boshqa mol-mulklarimni shu yerga qo'ymamdiman deb o'ylabdi. U yana o'z-o'ziga: "Voy, sen nima degan baxtlik odam? Ko'p yil yetgudak mol-mulking bor. Yeb ichib, turmushni xushal-xuram, rohat o'tkazmamsa", debdi. Lekin Xudo uningga: "Ey ahmoq, bugun kechila omonatni topshirsan. Undaqda to'plagan barliq boylig'ing endi kimga qola?" debdi. Hazrati Ayso yakunlab mundoq dedi: "O'ziga boylik to'plagan, ammo Xudoning nazarida boy bo'lmagan kishining oqibati mana shundoq bo'ladi." Ondan Hazrati Ayso shogirdlariga mundoq dedi: "Shunga bilib qo'yinglarki, turmushinglarga kerakli yemak-ichmak yoki uchanglarga kiydigan kiyim-kechakdan g'am qilmanglar. Chunki hayotlik yemak-ichmakdan, tan kiyim-kechakdan
ko'p azizdir. Qog'larni o'ylanglar. Ular termaydi, yig'maydi. Ularning ambar, iskilotlarimi yo'q. Xudo ularnimi osh qo'ymagan yerda sizlarning rizqinglarni cho'qim berdi. Chunki sizlar shu qushlardan ko'p aziz emasmi? Oranglarda qaysinglar g'am qayg'u bilan umringlarni kichikini uzartalaysizlar. Mana shunchalik kichik ishnimi qilolmasanglar, boshqa ishlar uchun g'am qilishinglarning nima hojati? Yava gullarning qandoq o'sadiganligiga qarab beqinglar. Ular ishimi qilmaydi, kiyimmi tikmaydi. Lekin sizlarga shuni aytayki, hatto ulug' podsho Sulaymonning hashamatlik to'nlarimi bu yava gullarning go'zalligiga teng kelamaydi. Ey ishonchi ojizlar! Dalodiki buguni ichilsa, etsi qurib, o'chaqqa qolindigan ashu gul giyohlarni, ashuncha bezigan Xudo sizlarni texmu kindirmasmi? Shundoq ekan, yemak ishmak, kiyim kechak uchun bosh qotirmanglar. Hech nimidan ansirmanglar. Bu dunyoning odamlari mana shu narsalar uchun izdinidi. Biroq arshdagi otanglar sizlarning bu narsaga muhtojliginglarni biladi. Shuning uchun sizlar Xudoning podsholigi haqida izdininglar. U chaqda Xudo sizlarga mana bularning hammasini qo'shib taqdim qiladi. Qo'zlarim, qo'rqmanglar. Sizlar oz va ojiz bo'lsanglarmi, otanglar o'z podsholigidan sizlarningmi bahramand bo'lishinglarni loyiq ko'rdi. Mol mulkinglarni setib, kambag'allarga sadaqa beringlar. O'zinglarga ufurmaydigan hamyon hozirlanglar. Shundoq qilsanglar, o'g'ri olmaydigan, kuy yemaydigan joy arishda g'azini to'plagan bo'lasizlar. Boylig'inglar qayerda bo'lsa, qalbinglarmi shu yerda bo'ladi. Xuddi belini ching bog'lab, chiroqlarini yondirib, xo'jayinning to'y ziyofatidan qaytib kelishni kutib turgan chaqaloqdek har doim tayyor turinglar. Xo'jayin kelib ishni qoqqanda, chakarlar darhol chiqib ishni echishi kerak. Xo'jayin qaytib kelganda, chakarlarning o'yg'oq va tayyor turganligini ko'rsa, bu chakarlarning baxtidir. Bilib qo'yinglarki, buni ko'rgan xo'jayin chakarlarning xizmatida bo'lib, ularni dasturxonga o'tog'izib, shaxsan o'zi kutib oladi. Hatto xo'jayin yerim kechida yoki saharda kelsin, u chakarlarning o'yg'oqligini ko'rsa, bu chakarlarning baxtidir. Bilib qo'yinglarki, agar uy egisi o'g'rining kechisi qachon keldiganligini bilsa, o'g'rining uyga buzib kirishiga hargiz yo'l qo'ymaydi, albatta. Shuningga o'xshash, sizlarmi har doim tayyor turinglar. Chunki inson o'g'li sizlar o'ylamagan chog'da qaytib keladi. Ey Rabbim, bu tamsillarni bizga qartib aytdingizmi yoki ko'pchilikka qartibmi? deb so'radi Petrus. Hazrati Ayso mundaq dedi: Kim ishonchlik va zirak chaqar bo'lsa, xo'jayin uni boshqa chaqarlar ustidan ko'zitib, xo'jayinning oziq-tulikini ularga vaqti-vaqtida taqsim qilib berishga qo'ydi. Xo'jayin sabrdan qaytib kelib, chaqirning shunchalik sadoqat bilan xizmat qilayotganini ko'rsa, bu chaqarning baxti. Bilib qo'yinglarki, xo'jayin uni butun tavliqotini boshqarishga qo'ydi. Lekin agar bu chaqar ko'nglida xo'jayinim kechib qaytib keladi deb boshqa ayol chaqarlarga nochilik qilsa va yeb ichib mast bo'lsa, xo'jayin kutilmagan bir kuni o'ylamagan bir vaqtda qaytib kelib, uni urib, chol o'lik qilib,
e'tiqodsizlar bilan o'xshash taqdirga duchor qiladi. Xo'jayinning nima talab qilganligini bilib turib, ruslanib tumagan va xo'jayinning deganini qilmagan chakar qattiq tayoq yeydi. Biroq xo'jayinning talabini bilmay turib, tayoq yeyishga tegishli ishni qilgan chakar yenigirak tayoq yeydi. Xudo kimga ko'p bersa, uningdan ko'p kutadi. Chunki kimga ko'p omonat qo'yilgan bo'lsa, uningdan talab qilinadiganimi ko'p bo'ladi. Men dunyoga o't yiqishga keldim. Bu o'tning yenib ketishini ne kadar orzu qilaman. Men oldi bilan azobliq cho'mildirishdan o'tishim kerak. Bu cho'mildirish amalga oshguncha intoyin qiynalyotiman. Sizlar meni dunyoga tinchlik ilib keldimikin deb o'ylab qolmanglar. Men tinchlik emas, bo'linish ilib keldim. Buningdan keyin bir oiladikilar bir-birsiga qarshi turdi. U Aysoning egashkisi deb ota o'g'liga, o'g'il otasiga, ana qiziga, qiz onasiga, qaynoni keliniga, kelin qaynonasiga qarshi turdi. Hazreti Ayso ko'pchilikka yana mundoq dedi: Sizlar kun petish tarafda bulut ko'rinsa, yomg'ir yog'adi deysizlar. Janub tarafdan shamol chiqsa, havo isiydi deysizlar. Darvaqa shundoq bo'ladi. Hey soxtipazlar, sizlar osmon zaminning rangini tushundiralaysizlar-yu, hozirning nima vaqt ekanligini tushundirolmamsizlar. Nemining to'g'ri ekanligiga sizlar o'zinglar nemishqa hukm qilib boqmaysizlar. Agar biri ustinglardan arz qilib, sizlarni sotga elib bormoqchi bo'lsa, imkoniyatning boricha oldin ola, uning bilan yorishib olinglar. Bo'lmasa, u sizlarni sotchi bo'lsa, qarovulga topshirib, zindonga so'ltib etidi. Bilib qo'yinglarki, sizlarga qo'yilgan jarimonining bir tiynini qo'ymay to'limiguncha zindondan chiqolmaysizlar.